o'zingizning makoningiz bo'lishini xohlasangiz, o'z makondan sizlarga to'rxona 78 kvadratli xonadon topib qo'yganman. Mirobod tumaniga kiradi va dvorimizni ham bitta ko'rib chiqamiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli dvorimiz. Endi uyimizni ichkarisini ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Uyimizni ichkarisiga ham kirib oldik. Mana kirish qismimiz, bu yoqda domofonlarimiz bor, stroyniy shkaflarimiz ham bor. Yuringlar, endi sizlarni mehmonxonamiz bilan tanishtirib o'taman. Mehmonxonamizda yumshoq mebellarimiz o'rnatilgan va bu yoqda televizorlarimiz bor, remontlarimiz ham chiroyli qilingan va bu yoqda qandillarimiz ham ajoyiblarini o'rnatishgan. Bu yoqda 4 talik stol qo'yishgan choy ichib o'tirishingiz uchun. Oshxona qismimiz aynan mana shu joyimizda joylashgan. Oshxona qismimizda barcha texnikalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin, Hoffman texnikalar o'rnatilgan, faqat xolodilnigimiz uchun joyimiz tashlab ketilgan do'stlar. Endi sizlar bilan bolalar yotoqxonasiga kiramiz. 4 xonali xonadonimiz bo'ladi. Juda ham budjetli narxda chiqqan bu xonadonimizni. Xo'p, kelinglar. Bu yoqda esa bolalar yotoqxonasi. Bolalarimizga ham juda ham ideal sharoit qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, ikkita kravatimiz va kartinkalarimiz va dekorli mahsulotlarimiz ishlatilgan. Bu yoqda esa shkaf qismimiz bor do'stlar. Xo'p. Endi esa sizlarga to'g'ri yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda umumiy sanuzel qismimiz keladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqdan yana bitta mehmonxona o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi yoki spalni qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Hamma chiroyli qilib bu uyimiz ta'mirdan chiqarilgan. Eshiklarimiz ham rossiyskiy eshiklar o'rnatilgan do'stlar. Xo'p, endi esa yana bitta spalni qismimizga kiramiz va yo'lagimizda bu o'zini sanuzelini ko'rsatib o'tamiz. Aynan bu kattalar spalnisini o'zini mana shu yerda sanuzel qismi joylashgan. Mana kattalar spalnimiz, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi tayyor. Shunday kiyim bilan kirasiz, kirib yashaysiz, tamom. Bu yoqda o'zining shkaflari bor va ayollarimiz uchun komodlari, televizorlarimiz, xullas hamma narsasi tayyor holda. Bu uyimizning narxiga kiradigan bo'lsak 170 ming AQSh dollari so'ralyapti. Ya'ni joyda chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Shunaqa joylardan uy qarab yurgan tanishingiz bo'lsa, bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.